Bugun asabiylashgan kunim haqida gapirib beraman. Undan oldin tongimni boshlab olay. Har kun ertalab qalampirmunchoq ishlayapman. Qalampirmunchoq dunyodagi hamma dardga davo. Keyin bu yerda ko'rsatib ketganman nimalar qilishim kerakligini. Kitobni berilib o'qiyapman. Kitobda oldin o'qib tugatganman bir marta, lekin umuman o'qimaganimni his qildim. Undan keyin bu yerda ideyalarimni yozdim. Mana shu kitobdan olgan ideyalarim va zo'r ideyalar yog'ilib keldi. Keyin mana yerda qalampirmunchoqni ichib oldim mazza qilib. Ertalab sovuq edi chunki. Keyin bu yerda oyatlarimni o'qib ketganman. Negadir yuzim ertalab o'tda tiniq ko'rinadi. Sizlarga ham shunaqa ko'rinadi. Yugurishga ketdim. Bu yerda skazalka sakraganman, yugurganman. Keyin bu yerda tongni boshlanishini ko'rsatib ketganman. Ko'p mashqlarimni ola olmadim, chunki telefon xotirasi to'lgan. Keyin bu yerga kelib tuxum qilganman. Har kun tuxum qilyapman 40 kun davomida. Bu yerda videoni Instagramda olganman, chunki telefonim xotirasi to'lgan, asamni buzib. Juda ko'pchilik maslahat berganligi uchun ingliz tilida kitob o'qib, o'sha o'qigan kitobni nima tushungan bo'lsa, o'sha narsani o'ziga o'zi gapirib berish bu juda ham foydali ekan. Aynan ingliz tilida speakingda mana fear borlar uchun bu juda ham foydali deb hisoblayman. Chunki ba'zida men o'zim ham to'g'rimda turgan odamga, masalan, ideyalarim juda ham ko'p bo'lsa, yetkazib berishga salgina qo'rquvim bor. Shuning uchun har doim shunaqa qilaman. Endi asam buziladigan holatga keladigan bo'lsak, bugun telefonim meni juda ham asam buzib tashladi. Hamma narsani o'chirdim, epam qolmadi, videoyim qolmadi, rasmim qolmadi, hamma narsani o'chirsam ham bir joy to'lib qolaverdi. Xullas, shunaqa gaplar. Paka-paka.